Молодой человек. Hormang. Salomat bo'ling. Qo'rqma, ushlab turibman. Bundoq krasavchik bola soatiga qancha topadi? Shu vaziyatga qarab 50 ming, 60 ming. Zato halol. Bir soatingizni menga ajrating, 500 ming beraman. Kim deb o'ylayapsiz meni? Nima, ustalar pul uchun vijdonni sotadi deb o'ylaysizmi? 500 mingmish. Ozgina uyalsangiz bo'lardi. Qo'ying boshimga qotirmang. Boringiz kiring. Birovni hayoti qo'lida turibdi ham demaysiz. $300 beraman. Маршрут изменен. Voy, marraz. O'rtoq, hatto yiqilmadingmi hech qilib? Sen anu ishni oxiriga yetkazib qo'yur. Kel, qani oyog'ing. Yaxshimi oyog'ing? Ne qo'yib yubording? O'rtoq, soqqali ish chiqib qoldi, normalniy pul ishlab oldim. 3-etajdan ham qo'yib yuborasanmi? $300 ishladim. Hozir bitta osh olib beraman, yaxshi bo'ladi. Yarmini beraman senga o'sha. Pullasdan. Ha? Voy, To'g'rimi? Ketdik. pul o'lsin. Boshdan tushdim. Rahmat. Yaxshi qilyapsiz, rahmat. Bo'ldi. Rakvinizdan endi boshqa suv oqmaydi. Mebelni furnituralarni to'g'rilab qo'ydim. Joyda konditsionerimiz ham bo'ldi. Endi pulni bersangiz men ketaman. Rahmat. O'zi xayolinglar buzuq deysizlarmi? My Allah.